Mana bu oqshomning go'zal va betakror lahzalari 1 yil 2 yil o'tgandan so'ng unutilib ketishi mumkin, ammo foto va video lavhalarga muhrlandimi, ular hech qachon unutilmaydi. Bugungi oqshomni Zarxal tasmalarga Mehriddin studiyasi muhrlab borishyapti. Bugun sizlar bilan birgalikda boshlovchilaringiz Kamina-yu Kamtarina Shahboz Oripov hamda mening go'zal va latofatli hamkasbim Dilnozaxon Po'latova xizmatda bo'ldik. Albatta bugungi kechamizda bir emas, bir necha san'atkorlarimiz tashrif buyurishdi. O'zlarining diltortar qo'shiqlari bilan barchamizni xushnud aylagan Alijon Muzaffarovga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Guldiroz qarsaklarimizni chalib qo'yamiz. Farishtalar umr bo'yi boshingizni silab tursin. Har qadamda duo qilib sizga umr tilab tursin. Baxt gullari unib chiqsin har bir bosgan izingizdan. Yaratganim panohida doim sizni asrab yursin deymiz. Azizlar, biz xayrlashmaymiz. Kelgusi yil yaxshi kunlarda, beshik to'ylarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling deymiz. Marhamat qilib, mana endi so'z navbatini san'atkorlarga bersak-da, ulardan sho'x-sho'x taronalarni tinglab raqslarga tushsak. Marhamat. To'ylar muborak bo'lsin. Hammangizga rahmat. Marhamat. Hey bodo bodo bodo, to'y muborak. Yana bodo bodo, arus muborak. Hey bodo bodo bodo, to'y muborak. Yana bodo bodo, arus muborak. Sitoram dar hava naqshi zaridas, sitoram dar hava naqshi zaridas. Neginash tuxtari yonashliginas, neginash tuxtari yonashliginas. Sitoram dar hava naqshi zaridas, sitoram dar hava naqshi zaridas. Neginash tuxtari yonashliginas, neginash tuxtari yonashliginas. Hey bodo bodo bodo, to'y muborak. Yana bodo bodo, arus muborak. Hey bodo bodo bodo,